Ajratish sehrining turlari. Onani boladan ajratish yoki otani boladan ajratish, akani ukadan ajratish, do'st birodarini bir-biridan ajratish yoki tijoratdagi sherigi bilan o'sha boshqa sherigini o'rtasini ajratish va oxirgisi va eng kuchlisi er-xotinni ajratish. Hozirgi bizning jamiyatimizda urchigan eng katta sehrlardan, ya'ni ko'p tarqalgan sehrlardan biri er va xotinning o'rtasini ajratish. Uning alomatlari: to'satdan iliq muhabbat adovatga, nafratga aylanish. O'rtalarida shak shubhaning ko'payishi, uzr va kechirim so'ramaslik yoki qabul qilmaslik, janjal sababi dastlab arzimas bo'lsa ham, uni kattalashtirib yuborish. Arzimagan narsadan janjal chiqadi. Xotin erini ko'ziga boshqacha ko'rinadi yoki er xotinini ko'ziga boshqacha ko'rinadi. Er xotinini xunuk holatda ko'rsa yoki xotin erini xunuk holatda ko'radi. Vaholanki ikkalasining ham ko'rinishi chiroyli holatda bo'ladi. Bunda jin erni ko'ziga xotinni yoki xotinni ko'ziga erini xunuk qilib ko'rsatadi. Sehr qilingan kishi ikkinchi tarafning har bir qilayotgan ishini yoqtirmaydi, xushlamaydi. Sehr qilingan kishi ikkinchi taraf o'tirgan joyni yoqtirmaydi. Erkak uydan chiqib ketsa, yuragi yengil bo'ladi, uyga kelsa yuragi siqiladi. Yoki ayol eri bo'lmagan paytda yaxshi yuradi, eri uyga kelish bilan yuragi siqilaveradi, boshi og'riveradi, erini yoqtirmaydi. Bu ajratish sehrining belgilari ekan.